Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz ritmi qotmasligi uchun suvdek ishlashi uchun biz shu funksiyani o'ylab topdik. Min versiyasiga 8 marta bosamiz. Siz endi ishlab chiqaruvchisiz deb chiqadi. Endi pastga tushib qo'shimcha sozlanmalarga kiramiz. Dasturchi tanlovlariga kiramiz. Pastga tushib o'yinlar animatsionlarni animatsiyasiz qilib qo'yamiz. 3 ta o'zi. Shu bilan telefonimiz suvdek ishlaydi. Video foydali bo'lsa, like bosing.